Assalomu alaykum qarindoshlar. JavaScript'ning asos yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 11-qismlik darsimiz. Biz bu qismlik darsimizda yangi mazmun, ya'ni operatorsni o'rganamiz, basic operators. Buni Uyg'urchaga amal desak bo'ldi. Masalan, biz boshlang'ich o'rgangan qo'shish, elish, ko'paytirish degandek amallar bor. Buni yana mashg'ulotchi deb tarjima qilsak ham bo'ldi, chunki operator. Men buni mashg'ulotchilar deb olaman. Ham dastlab turganda amal bilan mashg'ulotchilar amaliyot ikkisi bir gap. JavaScript bosh tillarga o'xshash amallarni o'z ichiga oldi. Masalan, Java'dan bor, boshqa qaysi tillardan qanday amal bor yoki operators bor, mashg'ulotchi bor. Bir amal yoki ko'p amal yoki ko'p mashg'ulot, sonliq ma'lumot qimmatini demoqchi. Masalan, bir qism mashg'ulotlarni qildi va natijasini berdi. Bir ikkini qo'shsak, o'sha yerga qo'shish nima? Bir belgi amal, bir operator o'sha yerga qo'shish. Bilamizmi? Boshlang'ich o'rgangan buni. Endi boshlang bir bo'lsa sol amal yoki sol mashg'ulot, ikki bo'lsa o'ng mashg'ulot. Bu yerdagi qo'shish belgisi amal, ya'ni ikki sonni qo'shib qanda 3 bo'lgan natijani berdi dedi. Unda JavaScriptda qancha mashg'ulotchi bor yoki qancha amal bor deganda operators, qancha operators bor, inglizcha operators deymiz. 5 operators bor, 5 amal mashg'ulotchi. Ular hisoblash mashg'ulotchilari, selishtirish mashg'ulotchilari, logikalik mashg'ulotchilar, topshiriq mashg'ulotchilar, shartlik mashg'ulotchilar deb qanda 5 bo'lindi. Buning ichidan biz bu 11-qism darsda biz hisoblash mashg'ulotchilarini, ya'ni hisoblash amallarini qanda o'rganamiz. Ham hisoblash mashg'ulotlari qanda sonliq shu mashg'ulotlar orasidagi matematikalik mashg'ulotlarni qilishiladi deydi. Bu nima degan gap deganda shu qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish, qoldiq, oshirma, kamaytma degandek. Buni biz bu intayin oson, men amaliy misollarni tushuntirib qo'yay sizga. Bir to'rbet nassaq, o'ng chekib, inspect, console. Hamda biz qanda bu yerdagi hisoblash mashg'ulotlari. Buni arithmetic operators deydi. Arithmeticni biz arifmetikalik hisoblash deb o'rgangan burun maktablarda. Hech qisi yo'q. Arithmetic operators, bu inglizcha arithmetic operators, ya'ni hisoblash mashg'ulotlari qaysi etsanglar. Hemen bahani yozib qo'ydim. Qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish. Shularni o'rgangan insonlar bormi? Masalan, buni xuddi JavaScriptmi, buni qada hisoblovchi sifatida ishlatilgan bo'ldi. Buning to'g'rilik darajasi ajoyib yuqori. Masalan, 34 qo'shimiz 56 qancha? 90. Cho'ng bir sonni qo'shsanglar qanday? Chiqarib berdi. Bu qo'shish amali birinchisi. Ikkinchisi-chi, elish amali. Elishni qilib boqaylik. Sen xohlagan bir sonni, hatto kesirlarni olsaqmi qanday? Bo'laverdi. To'g'rilik darajasi intayin yuqori. Buni hisoblashda ishlasak bo'ldi. Endi ko'paytirishni qanday? Masalan, 3 ko'paytirish yulduz belgisi shu, ko'paytirilgan 6 tang 18. Mana ko'paytirilgan, mana tang mancha. Buning ajoyib to'g'rilik darajasi yuqori va elish darajasi cho'ng. Hamda bo'lish, 4-inchisi bo'lish amali qanday? Yanto siziq slashni bo'lish deb ishlatamiz. Masalan, 19 bo'limiz 3. Mana. Unda siz 0 ga bo'lib boqing, 0 ga bo'lganda 1 0 ga bo'lsak infinity deydi. Chunki mahrajga 0 ni yozishga bo'lmaydi. Bu qoida matematikaning. Endi bugun biz yangi o'rganadigan bu arifmetik mashg'ulot yoki hisoblash mashg'uloti arithmetic operatorsniki qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lishni bilamiz. Hamda 5-inchisi qoldiq. Qoldiqni bilamiz. Bu qoldiq qanday desanglar, masalan 10 ni 2 ga bo'lsak 4 butun bo'linib necha qoldiq qoldi? 2 qoldiq qoldi. Dal o'sha 2 qoldiqni bevosita qilib buni modules deydi inglizcha, modules yoki percent belgisi bilan ishlatamiz. Masalan, 10 bo'limiz 2. Yo'q. 12 ni bo'lsak, men xato debdim-a. 12 ni bo'lsak, qoldiq 0 bo'ldi, 2 ga bo'lsak. 10 ni 3 ga bo'laylik. 10 ni 3 ga bo'lsak 3 dan tegib 1 qoldiq ishib qoldi. Shunaqa? 3 kuchni ko'paysak 9, 1 qoldiqni qo'shsak 10. Menimcha qoldiqni tushunasizlarmi deyman. Masalan, 100 ni
30'qa bölsek, 40'qa bölsek neçe qaldı? 20 qaldı. Çünkü 20 bölünmey qap qaldı demekçi. Bu ne percent belgisi bilen işiltimiz, modules. Yani qaldıq, Uyg'urchada qaldıq bag'ı. 3 ni 2'ga bölsek 1dan tegib 1 qaldıq eşip qaldı. Bütün bölünüp, yani bütün bölünmey eşip qalgan qismi qaldıq deymiz. Endi 6-ncisi sizlar yeni uqum bu hesaplash. Bu ne? İngilizce increment, decrement deydi. Increment, 6-ncisi increment. Bu ne? İşki qo'shash belgisi bilan ishlatamiz. Buni qanday? İşki qo'shash belgisi bilan ishlatamiz. Bu oshquchi, oshirg'uchi deb har birisini bir-birligi bilan oshirdi. Buni qanday ishlatamiz desak, masalan, bir son age deyli. 0 bo'lsin. Shunaqa. Bir bal tug'ildi. Shunaqa? Tug'ildi. Unda bo'lsa 1 yildan keyinchi 1 yildan keyin qancha kirdi? 1 yilgacha shunami? 1 yilgacha yashaydi shunami? 1 yildan keyin 1 keldi. Yani 1 yildan keyin 2 ga. Yani 1 yildan keyin 3. Demek her birisiga birlik qo'shilib maqdi. Birlik qo'shilib maqdi. İki qo'shash belgisi. Endi buni left increment, post increment, pre increment deb ikkiga ayirdi. Ya'ni o'ng tarafiga, so'l tarafiga qo'shashni nima qilgan. Hozircha men shu oddiy qismini so'zlab turay. Buni increment deymiz, ya'ni oshquchi. Birlik bilan almashdi. Endi 7-si, biz yana shu 7-chi amal. Buni decrement deydi, ikki ilish. Kemaytkichi deydi, birlik kemaytkichi. Bu o'xshash, ma ikki qo'shish, birlik oshirgan bilan ma bu ilishchi birlik kemaytidi. Masalan, üç shunaqa. Yani age'ni yana qancha qancha 2 qoladi. 1 qoladi degandek. Mana bu shu JavaScript'ga hamma hisoblash mashg'ulotlari, ya'ni arithmetic operators deydi inglizcha. Buni men yana bir yig'inchoqlab bersam, qo'shish, ilish, ko'paytirish, bölüş, qaldiq, increment, yani oshirg'uchi, birlik oshirg'uchi, birlik kemaytkichi. Decrement. Endi bu increment bilan decrement nima ishlatamiz degan chaqda keyin masalan oddiy bir misol bersam, har bir bet o'rilgan chaqda qanda birdan qanda ish bordi yoki bet nima qilib kemaydi degandek ashyoga ishlatamiz. Undan boshqa keyin loop deb bir cheksiz olqisimon. Shuni shu hukm deganimiz, shu hukm deganda bu increment bilan decrement intayin qo'llanishadi yuqori shu vaqtda. Bugungi darsimiz mushagicha. Tushunmagan nuqta asosiy inkas shakl qoldirib qo'ysam bo'ldi. Rahmat.